Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli qarindaşlar. Tüzütüşke tegişlik illetler namlıq programımızın yeni sany arkalı sizler bilen yeni yüz görüşdük. Programımızın aziz mehmani Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damollam. Men program riyasatçısı Abdullahat Ucat. Hörmetli Damollam, bu programımızga kıymetli vaktlerini çıkarıp kegerlik üçün köp rahmet eytimiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hürmetli qarindaşlar, bugünkü programımızda kişilerininki arasını buzuş, mehri muhabbetini kötürüp etiş, yani yok kılış ve üç adavetini çeçişte en zor rol oynaydıgan amillerinin biri bolgan gıybet hakkında toxtalıp ötümüz. Bu programımızda kızgın halde görüşünlerini ümit kılımız. Hürmetli Damollam, programımızda birinci sualdan başlasak. Yani bu gıybet degen neme? Yani şer'i istilahda yoki ulumala gıybetni qandaq ta'riflab tunishtirib bergan bizga bu haqda qisqacha ma'lumot bersin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu dersimizde inşallah özümüz ve bütün Müslümanlar için faydalı derslerden qilsin. Amin. Bu gıybet degan söz asli kelib chiqishi arab tilida g'aba ya g'ibo degan so'zdan kelib chiqqan. Bunun asli lug'at ma'nosi yani insonga nisbatan g'oyib, yani inson bilmaydigan, insondan maxfiy bo'lgan ishni g'oyib deb ataydi arab tilida. Alimul g'oybi va shahada deb Allah subhanahu va taolo o'zini sifatlaydi. Yani g'oyib bo'lgan narsani bilguchi Allah, hozir bor narsani bilguchi Allah degan gap ma'nosi. Yana bir oyatda valillahi g'oybus samawati val ard deydi. Yani Allah subhanahu va taolo osmon zamindagi bütün maxfiy g'oyib, yani insonlar bilmaydigan narsaning hammasini biladi deb tasvirlaydi. Bu lug'atdagi mazmuni, lug'atdagi ma'nosi. Ama bizning bugun to'xtalmoqchi bo'lganimiz bu ma'noda to'xtalamdoq desa, albatta bu ma'noda to'xtalmaymiz. Olimlar g'iybat degan nima desa, bu bir musulmonni shu musulmon yo'q yerda, shu musulmon agar anglab qolsa yomon ko'rdigan sifatlar bilan sifatlashning o'zini g'iybat deb tunishtirgan. Mayli bu sifatlash eg'iz bilan bo'lsin, yoki yezish bilan bo'lsin, yoki ishorat bilan bo'lsin, ya'ni sorunlu yo'q bir odamninki yomon gapini qilishning o'zini u odam anglab qolsa, ko'ngli keldigan, ko'ngli bearam bo'ldigan har qanday bir so'zni g'iybat deb atagan. Bu g'iybatninki tabiiy holda shar'iy tarafdagi qisqacha o'lchami, tunishtirilishi. Xo'sh, Damollam, undaqdaligi xuddi hadisda kelgan qo'yanda. Xo'sh. Masalan, bir odam yana bir qarindishi yomon ko'rgan, agar anglab qolsa xafalaydigan bir sifatni dedi. O konuda maaşmada baş sifat qo'yib deb da'vatlagan gap bordi. Şu ban dedim o deydigan. Ban dedim o deydigan. Bununla bir qisqacha tushuncha berib bersalar. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bu haqda g'iybatdan ogohlantirgan vaqtda sahobalar so'ragan. Zikruka akhaka bima yakrah. Yani sen qarindishingni yomon ko'rdigan, anglab qolsa ko'ngli yerim bo'ldigan mushundaq sifat bilan sifatlashning o'zi g'iybat degan vaqtda sahobalardan birisi qo'pab, ya Rasululloh, agar men degan sifat u odamda bo'lib qolsa, men degan sifat u odamda bo'lib qolsa desa, sen degan sifat u odamda bo'lib qolsa, sen g'iybat qilgan bo'lasan. Agar bo'lmasa desa, sen uningga bo'hton qilgan bo'lasan degan. Demak, bu hadisdan
bir musulmonda inson bo'lish sifati bilan ma'lum kamchilik bo'ladi, ayb bo'ladi. Mayli bu ayb uning axloqida bo'lsin, yoki diniy tarafidan bo'lsin, yoki yoritilishida bo'lsin, yoki kiyim-kechak mangishtirishida bo'lsin, bir ayb bo'ladi inson deganning. Shu insonningki shu ba bo'lgan bir kamchiligini, ba bo'lgan bir aybini yo'q yerda boshqalarga deb berishning o'zi nima desa, o'sha g'aybat. G'aybat degan shu. Xo'sh, Alloh razı olsun. Endi bu damolam g'aybatninki ko'rinishlari qaysilar, bu bir qancha ko'rinishlar bo'lishi mumkin? Bu vaqt qisqacha ma'lumot bersanlar. Tabiiy holdamda g'aybat nimalar bilan bir ifodalanadi? Buningki alomatlari insonda masalan qanday bo'ladi desa, eng birinchi bo'lib g'aybat qiladigan inson qanday bo'ladi desa, bu odam boshqalarni yaratmaydigan bo'ladi. Boshqalarni yaratmay o'zini maydonga olib chiqish uchun qanday qilish to'g'ri keldi desa, bunda mijoz va bunda tabiat va odam. Boshqalarning uchun desa, aybini, uning kamchilikini deyishga bu majbur bo'ldi bu odam. Ya'ni o'zini ashunga zo'rlab, mandaqcha aytgan vaqtda boshqalarningki yomon gapini qiladi. Ikkinchi o'lab hamda o'zini, ya'ni cho'ng tutish deb atsak bo'ladi. Birinchi alomati bu, ya'ni o'zdagi cho'ngchillik. Ikkinchi alomati bundaq inson har qanday vaqtda, har qanday bir sorunda cho'qim halqa o'zini qat'iy boshqa insonlar bilan teng barobar bir o'rinda qo'ymaydi. Bir o'rinda qo'ymaydi. Bir o'rinda qo'ymagandan keyin nima kelib chiqadi desa, tabiiy holda mag'rurlanish kelib chiqadi. Mag'rurlanish kelib chiqqandan keyin shunga Alloh subhanahu va taolo bu haqda masalan nima degan desa, mag'rurlangan insonlarni sifatlab bularningki yomon aybini bayon qilib, bularning hayot bilan aldanganligini, "Va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur" deb sifatlagan. Shuning uchun har qanday vaqtda g'aybatninki alomatlari bir insonninki buning haromligi aniq. Xo'sh. Buning nurg'un Alloh subhanahu va taoladan nurg'un ayiblash, sukish, nurg'un tahdid Qur'oni Karimda bo'lsin va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida bo'lsin, burunqi salaf solihninki bayon qilgan bularninki yo'llarida bo'lsin, aniq. Ashundaq bo'lsa-mu, bu inson haliqa o'zidagi takabburlikning sababidan, mag'rurlikning sababidan, boshqalarni ko'zga ilmaganlikning sababidan qanday qiladi desa, boshqalarningki yomon gapini qilmay turolmaydi. Boshqalarning yomon gapini qilmay turolmaydi. Her daim bununki yaman tesiri bütün cemiyette meyli aileni olsun, meyli yani dostlarını olsun, bugünkü cemiyetimizde qaraydigan bolsak, nurgun xapalıqning, nurgun ziddiyetninki asaslık kelip çıkış menbesi muşuna verip takıldı. Xo'sh, tomonlar, sizlar yuqorida ozroq deb o'tlamdi. Kunimizda eng ko'p uchraydigan biz duch kelayotgan yana bir omil meni his qilganim. Masalan, bir odam yoki bir tashkilot
o'zi bir ishni qildi. U ish xato yoki jamiyatda qabul ko'rmaydigan bir ish hamda. O adam o'zining ishini masalan deymiz ham yo'gash yoki bo'lmaydi ko'ngilni rahat tutish uchun boshqa bir shaxs yoki bir tashkilotninki aybini izlab o haqda binasi deb o'tirg'i chiqilgan yana bir ahvol mavjud hamda. Bu maliqi bir taraqqiy qilgan g'ayvatning qatori kiramdi ya buni nima deb sifatlash kerak ekan? Bu amdalqi inson har qanday vaqtda o'zining qilayotgan ishini boshqalarga chiroyli ko'rsatish, o'ziningki eng yaxshi, yaramli ish qilayotganligini isbotlash uchun bu ko'p insonlarda bo'lishi mumkin. Bizning ishimizda texmi bor. Biz uzun yillar mustamlika yashaganligimiz uchunmi? Masalan, o'zi to'g'ri ish qilyapti deyli, yana bir odam bor to'g'ri ish qilayotgan. Aslida bu to'g'ri ish o'z relisi joyida mengivasi bo'ladi. Joyida maqsad bo'ladi. Lekin shayton hamda ozdurib o'zining qilayotgan ishininki texmi jamiyatda ma'lum o'ringa erishishi, jamiyatda texmi hurmatga sazovor bo'lishi, ya birdan bir yaxshi odam musho yoki yaxshi bir tashkilot musho degan sharafga erishish uchun o'zininki bosh qarindishini cho'ktirish, uni yiqitish, uning dastlab turib, andın üstüge chiqishga urindigan mushunaq bir ahvol bor. Tabiiy holda bu g'ayvatdan ig'ir hamda buning jinoyati. Bu haliqi nimaga kirdi hamda haliqi yana bir nima va haliqi insonniki bir odamdagi ne'matning yo'qolib ketishini arzu qilishning o'zini hasad deb ataymiz. Aslida g'ibta deb bir nima var? Shariat yo'l qo'ygan. Ya'ni bir odamningki alohidligi bo'lsa, iqtisodi bo'lsa yoki nurg'un yaxshi taraflar bo'lsa, shu tarafni yo'qolib ketmagan, ya'ni uning yo'qishini arzu qilmagan asosda, masalan, bir odam bir yaxshi ish qilib o'tibdi. Aqg'ashni men o'qishini qilsam desa bu yo'lloq. Shuni do'rab qilsa bo'ladi, undan taxim ashurib qilsa bo'ladi. Lekin cheklangan tarafi nima desa, adam mushni qilolmasa yoki qilmasa, uning o'rniga men qilsam deb bir yaxshi ishni to'sashqa sababchi bo'lsa-mu, uni ko'z yumib turib, o'zi bir ishni to'g'ri ish bo'lsa-mu, qilishning o'zini nima deb ataydi? Hasad deb ataydi. Unda bo'lgandan keyin ma'vo ko'pincha holatda g'ayvatdan bakrak hasadga kiradigan, ya'ni boshqa bir tashkilotni ya boshqa bir shaxsni qandashqamdi bu g'ayvatdan hasadchisi shu asosan hasad gap bor edi. Biz bilan qarindosh masalan. Anda bo'lgandan keyin bu asl to'g'ri ish emas endi. Bu ba'zi vaqtda masalan ba'zi ancha-muncha tabliq qiladigan ya diniy odamlarda, ba'zi yozuvchilarda ko'riladigan bir kamchilik va u bo'lsa-mu masalan ma'lum bir ishninki ne kadar yaxshi ish ekanligini isbotlash uchun yana bir yaxshi ishni tushirdigan. Shu yomon. Bu to'g'ri ish emas. Masalan, namoz o'qish desak bu yaxshi ish. Jihad qilish desak yaxshi ish. Vatanning da'vosi uchun kurash qilish desak bu yaxshi ish. Hammasi yaxshi ish. Lekin nima deydi masalan ba'zi odamlar desa, vatanda mushunda ish bo'lib ketyapsa duo qilib o'ltirdi. Masalan, yoki vatanda mushunda ish bo'lib ketyapsa, yana Qur'on yodlaymiz deb o'ltirdi. Yoki dinni o'qitamiz deb o'ltirdi. Deb haliqi asli hammasi qilishga tegishli ishlar. Qur'on yodlash muhim. Odatda maktabda o'qish muhim, ilm egallash muhim, vatanning ko'rishini qilish muhim, dars o'qish muhim, namoz o'qish muhim. Vatanning ko'rishining muhimligini isbotlash uchun bir musulmon qilishga tegishli nurg'un mas'uliyatlarni yo'q chiqarish yoki shuni qilib juramdi bu musulmonlar deb ayplash bu to'g'ri emas. Duo qilish muhim bir ish. Bu duo qilishning o'zini vatanda bunday ish bo'lsa duo qilib o'ltiramdi deyish bu to'g'ri emas endi. Duonim qilishimiz lozim. Ham vatanning ko'rishigim shu bir kishilik his qo'shish lozim endi. O ayna so'qashtiradigan ish bu to'g'ri emas.
teşkilatla ara mesela meyli şahsla ara hele başka yüzde beslişivatkan bir teşkilat olsa mesela bu teşkilatın bütün yaxşılıklarını ya kömeski selep ya ki onu amal kılıp yok çıkarıp adı yüze kıygan ançömüş işlerini bek kök kütürep dağılap mesela buların hemmesi şu deyse bu şu hasad bu gayvetki tabi halde söylep kirdi hasad olgandan keyin bu hasad nima gapirdi desa gayvat qilish gapirdimda birisi birisini yuzini tushirish uchun boshqalarning oldida andın gayvat qildi shuni bilan Alloh subhanahu va taolo cheklagan ish tushirgan. Allah razı olsun. Tamam. Yukarıdan da gayvetninki körünüşlerini hakkında to'xtalgan bo'ldik. Tövende bu şu illetninki İslam'daki hükmü nememdi bununla. Sen qanday qaraydı bu haqda ma'lumot berasizlar. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ya eyyuhellezina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nurgun yaxshi axloqlar buyurup mush oyatning 5ida gumondan saqlanish, josuslik qilmaslik deb kelib oxirisi shu desa va la yaghtab ba'dukum ba'dha. Birisi birisinin g'ayvatini qilmanglar. Birisi birisinin g'ayvatini qilmanglar. G'ayvatni qilishning o'zi xuddi birisi birisinin go'shini yeganga o'xshash. Ya'ni sizning biringning go'shini yeyishni yaxshi ko'ramdi desa, albatta yaxshi ko'rmaydi. Sizlar uni yomon ko'rsizlar go'shtni yeyishni, odam go'shtini yeyishni. G'ayvat qilishning o'zi shu desa, shu go'sht yeganga o'xshash deb bu oyatda bu g'ayvatninki ne kadar qabih bir ish ekanligini Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem şu bayan kıldı. Ve onundan başka nurgun hadislerde nurgun hadislerde İyyâkum ve zann fe inne zanne ekzebul hadis mesela meyli bu guman hakkında olsun. Başka la tahasadu ve la tabagadu diyen hadisli olsun. Nurgun hadiste muş gayvetninki haramlığı suxanchilik bo'lsin, andın g'ayvat bo'lsin, bularning hammasininki musulmonlar o'ttirisini arasini buzadigan yomon illat ekanligini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bayon qildi. Shuning uchun bu g'ayvatninki haromligi tarixdan buyon bütün olimlar birlik kelgan. Hatto nurg'un g'alba mag'lubiyatninki mush qalbga munosabatlik mush gunohlarga munosabatlik ekanligini arımlar bayan qilgan nayeti muhim köp insan saqlanmaydigan yaman bir illat hamda bu. Yani insanlar köpünçe nurgun insanlar haraq içmaydı. Mesela qima oynamaydı. Bu aşkara haram günahlar. Günah kebairemdi bu. Çoğun günahlar. Bu g'ayvat, suxanchilik mu şunu o'xshash çoğun günahlar. Küçük günah emas. Bu shunda çoğun günah bo'lsa mu ma Araq mesela bu ma aşkar günahını fasıqlar desek ular giribtar olgan bo'lsa mesela ma g'ayvat, suxanchilik, guman mesela hasad deganlar chu desa bu müminlardimi? Anda aşkar günahlardan jiroq bo'lgan, shunda taqvodor yoki taqvodorlikni da'vo qiladigan yoki har qanday bir musulmon ko'rsa ma taqvodor odam deb o'ylaydigan mushundaq yaxshi odam o'ldimi chu desa tepilip kaldıgan günahı bu. Cık adamı tepilip kaldıgan günahı. Şunun için İbn-i Qayyim rahimahullah mesela Allah subhanahu ve ta'ala'nın bir ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'minin diyen muş ayet hakkı toxturup bu ayetin mezmunu müminlerge yardım kılış bizge layık iş. Yani biz müminlerge yardım kılımız diyen ayetimdi. Muş hayat hakkında nurgun müminler bunu hata düşürüdü. Yani nima üçün biz g'alaba qilmaymiz? Nima üçün düşmanning ustidan g'olib kelmaymiz? Deb bu oyatni hata düşürüdü. Bu insan, bu mümin o'zini mümin deydi. O'zininki o'qigan namozlari, zakotlari, mazahirul islom hamda. Yani har qanday bir musulmon, bir odam ko'rsa, "Ma musulmonkan" deb uning musulmonligini biladigan oshkora amallar var. Bu amellerini qilish bilan o'zini men mümin deb o'ylaydi. Bu shundaq men mümin bo'lsam,
Nima uchun Allohning yordami menga kelmaydi deb o'ylaydi. Lekin shu vaqtning o'zida bu odamcho desa, nurg'un qalbga munosabatlik nihoyat ig'ir kasallarga giribtor bo'lgan. Shu kasallarning qatoridan qaysi desa, g'ayvat qilish, hasad qilish, suxanchilik qilish, riyo deymiz masalan, nurg'un qalbga munosabatli kasal bor. Shariatda aniq chekilgan harom degan. Aşında nurgun yaxshi amallarni qildigan insonlar, mu'minlarcha desam, ma kasal giribtar. O'zining bu kasalga giribtar bo'lganligini yoki bu kasalning ne kadar ig'ir bir jinoyat ekanligini o'ylayolmay yoki o'ylamay, nimish Allohning yordami kelmaydi deydi. Allohning yordamini shunda qalbga munosabatli kasallarga giribtor bo'lishning o'zi to'sab qo'ydi, kechiktirib qo'ydi deb shunda ko'rsatgan. Masalan bu amallarni xuddi o'tanni ko'ydagandek ko'ydirdi deb bo'lgan, ushtagan ekan. Yani bir qatdan yaxshi amal qilib mo'minlik sifat tepilgan bo'lsa, mana bir qatdan bu degandek kasallar orqali yaxshi amallarni tugitib turgan bo'g'achqa Allohning yordami. Allohning yordami kechib ketirgan. Yana bir savol so'rab kelyotdi damollam. Yuqoridamda g'aybatninki haromligini ta'kidlab o'tdik. Shundoq turib yana g'aybat qilish durust bo'lgan o'rinmi bormi? G'aybat qilish durust bo'lgan bu shariat insonlarning manfaati uchun, insonlarning dunyo va oxiratlik manfaati uchun kelgan din bo'lg'achqa, kelgan shariat bo'lg'achqa, shunga bir necha o'rinda g'aybat qilishni insonlarning manfaati uchun, adolatni vujudga chiqarish uchun shariat shu durust deb belgilagan. Hatto ba'zi yerda vojib, ya'ni bu gapni qilish vojib degan. Shu o'rinlarning birisi, birinchi g'aybat qilsa bo'ladigan birinchi o'rin qaysi desa, bir odam ma'lum masalada maslahat so'ragan vaqtda, ya'ni falon odam mening qizimni olaman deb keldi, masalan. Yoki birga tijorat qilayli da'vatdir, sheriklashayli da'vatdir deb bir odam bilan amaliy bir ish qilish haqida maslahat so'rab kelsa, bu maslahat so'rgan vaqtda shuqum maslahat so'ralgan odam o'sha odamni qanchalik darajada bilsa, buning haqiqatini deyish lozim. Bir shirkat quray desa, agar u odam o ishni qilolmaydigan yoki iqtisodiy muomalaga yaramaydigan masalan, yoki bo'lmasa mumkin xiyonat qiladigan iqtisodga manda taraf bo'lsa, buni deyish lozim. Masalan, qizini olay deb kelsa, ya faloni singlisini olay deb kelsa, ya faloni masalan qizimni talab qilib keldi, qanday qilsam bo'lar, qandayroq odam u desa, bu chaqda shuqum haqni deyish lozim. Ma musulmonning ish bo'lib ketsin deb bo'lmaydigan odamni, voy bo'ldigan odam juma, o yaxshi odam deb guvohlik berish bu to'g'ri emas. Ya'ni ikkinchi bir musulmonninki, ikkinchi bir musulmonning ham bor. Buni saqlab qolish. Ummu Qays bir ayol kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ya Rasululloh, meni ikki odam olay" dedi. Birisi Muaviya, yana birisi Ebu Haytham sahabenin ismi kallarından kaçtı. Yani iki adam meni alay deb keldi ya Resulallah, bunun qaysiga teksem bula degan vaqtda Muaviya radıyallahu anhu ne sahabe bo'lmasa fa innahu rajulun sa'luk degan. Yani nayet bexel pul xarjlamaydigan adam o, kambag'aldek. O'zi asl amaliyati kambag'al emas, lekin hayoti kambag'aldek. Unaga tegma degan. Yana bir adam innehu rajulun la yada'ul asa min atiqihi. Yani o adamның taygı, hassi gədindən düşməydiğən adam. Yani xotununu urduğan adam o. Onun tegmə degan. Şunun üçün müşəddistin alimlərimiz məsləhət soralsa bir adam haqqında, meyli aşında qız veriş məsələsi bolsun, yoki birga tijorat qilish məsələləri bolsun, aş adamның haqiqatini qanchalik gap bilan qarshi tarafni yandog'ini bo'lsa shunchalikmi deyishdi adamda. Masalan, faloni qiz olay desa, o odam bo'lmasmiki deb qo'yash. Qarshi taraf shuni bilan bo'lmasmiki degan gap bilan, "Ha, tamam, falondan so'rasam,
odam bo'lmasmiki dedi deb to'xtab qoldigan bo'lsa, uning oyog'iga o'tmaslik. Agar voy nimishqa bo'lmaydi o? Shunda obda odamga ya o masalan nimga asosan bo'lmaydi deylar deb dalil so'rab yoki fakt so'rab bo'lmaydi degan gapga masalan mana turib olgan vaqtda andan o'zini bilganicha dish Zürür bo'lgan qismini. Zürür bo'lgan qismini. Uning qo'shab boshqa ayblarini demaslik deydi yani. Boshqa nurg'un ayblar bo'lsa-mu, qanchalik yessa ashramning qilmoqchi bo'lgan ishdan yenishiga shunchalikni deyish, unidan o'shiq demaslik. Bu birinchi desi bo'ldigan, ya'ni g'ayvatini, bir odamning yomon gapini qiysi bo'ldigan birinchi o'rin bu. Ikkinchi gapini qiysi bo'ldigan kim o desa zulm qilingan vaqtda. Yani bir inson zulm qilindi. Zulm qilinsa bu odam chuqum sotchining oldiga berib, qozining oldiga berib, paloni menga zulm qildi, ya bir narsamni elib oldi, ya meni buzib ketdi, ya o'di tillidi, shu mening uningdan shu haqqimni olib bering deb, ya'ni boshqalar zulm qilgan vaqtda qoziga yoki boshqa odamlarga shikoyat qilish. Bu shariat durust. Hatta bazı yerde vacip deganligi bor. Çünkü zalimni onun haddida turg'izish lazım. Uni to'g'rizish lazım. Hali o g'aybat bo'lib qolarmiki? Bizning odamlarda bormi? Ba'zi odamlarda masalan shunda men anda qildi, manda qildi deydi. Kim o qilgan? Anda qilgan kim sizga desa, uni demayya deydi. Uni demayya. Yani bir gap bo'lmasin, xafa bo'lmasin, bu to'g'ri emas. Yani bir odam aslında zulm qilgan bo'lsa, chuqur zulm qilgan odamni uchun deyish lozim. Ba'zi ayollar var telefon qilib, masalan, erim men ani qildi, mani qildi deydi. Siz kim o, eringiz kim o desa, uni demaydim. Unda desam xafalık qolarmiki deb uni demaydim. Yoki erlarning qadrini bormda, men ani qildi, mani qildi deb kim o bo'lsa, unga bir gap qilile, masalan, desa uni demaydim. Bu to'g'ri emas. Agar bir odam bilan bo'lib afu qilib yutib nim qilsa mayli, lekin o odamning ko'p odamga zulm qilgan taraflar bo'lib qolsa shu desa, chuqur buni deyish lozim. Alloh Qur'oni Karimda la yuhibbullohu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Ya'ni zulm qilingan odamcho chuqur o'zining zulm qilinganligini oshkorlash lozim. E'lon qilish lozim. Zalimni to'xtatish uchun. Bu muhim bir nokta. Andın üçüncü bir nokta, yani g'ayvatini qiysak bo'ladigan, ise bir adam eskilik bilan mashhur. O'g'ri ya zinaxo'r yoki xoin masalan. Nurg'un ayna haram ishini qilib yuradi. Unda odamcho desa, oshkora ashunda eski ishni qilib yurgan odamningki g'ayvati yo'q endi. Ya'ni uning yomon gapini qilishning o'zi g'ayvat emas. Çünkü onun işini yuşuğunu olmalı. Kullu ummeti muafa illa mucahirin diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani günahını aşkar kılıp jüriydi adamla. Aşkar kılıp jüriydi adamla ve falanımında eskiken, yargıçılıken, ya ki eskişini kıldıken, koymuşiken, dep aşına olan tunulgan bir adam olsa, tunulgan adamın çoğu yaman gibini kılışının üzere kişilerin onun agahlandırış, unda adam yıkıllaşmaslık üçün onun yaman gapini qilish durust shariat to'g'ri. To'rtinchi andın yana onun zodi hatta e'lon qilish, bildirish vacip bo'lgan masalan bir adam xoin, vatan xoini, din xoini. Aşını bilan tunildi. Yoki bir adam buni bildi. Onun bilan tunilmagan lekin ishonchlik bir yo'l bilan xoin ekanligini bildi. Bunda bilgan vaqtda cho'qim musulmonlarcha buni ogohlantirish lozim. Ani bilib turib, bu g'ayvat bo'ldi ekan masalan deb yushirish to'g'ri emas. Chunki uning musulmonlarga yomonlik kelib qolish ehtimolli kuchli. Bu xoin bo'lgan ekan. Shuning uchun ajna xoin bo'lib qolsa, aniq bo'lsa, gumon bilan yaqtum islom xoin deydigan ishlar bor bizning jamiyatimizda, u to'g'ri emas u. Haqiqiy masalan xoinlik dalil isbotlar bo'lsa, ko'ziga yomon ko'rib qolsa bir odamni ya mijozi kelishmasa o'ltirib xoin deb o'ltiradigan ish bor. Bu to'g'ri emas, bu tuhmat.
Lekin bir odamninki xoinlik aniq bo'lsa, dalil isbot bo'lsa, pakit bo'lsa, buni uchun deyish lozim, e'lon qilish lozim. 5-chi masalan bir odamninki burungi tarixda masalan hadis rivoyat qilgan raviylarni ya anda yamandan degan olimlarimiz. Nima uchun desa bu dindagi dinga munosabatlik Peygamberimizden hadisin münasebetlik bo'lg'achqa bir adam yolg'onchi bo'lsa yolg'onchi. Mademning hadisini ag'manmaydi mesela. Ya bir adam başka bir ayıpları olsa mesela yadlayanmaydı iken muşadın ağanırdı. Yani dinning umumiy dinni qo'g'dash uchun hadisninki sihhatiga to'g'ri nima sihhatiga daxl yetkazadigan sifatlarni o'ttirib qo'yishning o'zini olimlarimiz shu durus deb bayon qilgan va buningdan boshqa kitoblarda nurg'un nimalar bor. Xo'sh, tamam. Allah razı olsun. Tövende bu g'ayvatga elib baradigan amillar. Yani mesela insan qandaq vaqtlarda qaysi sifatlar tepilgan vaqtida shunda g'ayvatdan iborat yomon illatga giribdor bo'lib qoladi. Buning omillari qaysi? Bu haqda qisqacha tushuntirib o'tsizlar. Eng birinchisi qalbi qatib ketgan vaqtda. Şu Kur'an-ı Kerim'de ve kulubuhum qasiyah deb sifatlaydi. Yani qalbi qatib ketsa insonning har xil gunoh ma'siyat bilan qatib ketgan vaqtda bunda qatib ketgan qalb la ya'rifu ma'ruf va la yunkil munkar bo'lib qoladi. Yani ma'rufni tunmaydigan, munkarni tunmaydigan. Mushunda bo'lib ketgan vaqtda bu nima kelib bordi desa, g'ayvat qilishga, suxanchilik qilishga, hamma yomon gunohga elib bordi. Qalbning qatib ketishi. İkinci en muhim xatarlik amilning biri desa, o'zining qilayotgan bu gunohninki oqibatinin nim bo'lishini o'ylamaslik. Yani oqibatdan nima yomonlik apirdi, nima xatari va buning hamda shu Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bir hadisda Meril Muflis deb so'ragan bir hadis var. Meril Muflis deb. Yani ziyan tatgan adam kim o? deb so'rasa sahobalar qo'yib al muflisu fina man la dirham lahu va la dinar. Bizning ishimizlik muflis degan hech qanday pul yo'q odamni biz muflis deymiz. Oltin tangisi yo'q, dollari yo'q, lirasi yo'q odamni ziyon tatgan odam degan shu. Desa Peygamberimiz al muflisu fi ummati man jaa yani bi hasaratin ka amsali jibali tihama. Mening ummatimdan ziyon tatgan odam degan kim o desa ay Tihame de bir tağının ismimdi. Ay Tihame tağıdaki şunda nurgun kattı yuğan yaxşı emellerini qilgan. Lekin şu emellerini qilib turib, şunun bilan birga çoğu deyse, biz adamning mal mulkini elib olgan, obro'yini tökkan, boshqalarga zulm qilgan. Obro'yini tökash nima bilan bo'ldi? G'aybatini qilish bilan bo'ldi. Falani o'chi, buchi deb g'aybat qilish bilan xalqning obro'yi to'kildi. Obro'yi to'kilgan demek obro'y tükeş ne? Müşahadis şu dese, aşı ziyan tatkan, yani özünün emilini veyran kıygan, köydüygen bir köydürüşke sebepçi bulduğanlığını Peygamberimiz bayan kıldı. Onun dinki irandan bu adam kanda oldu dese, bu adamınki yaxşılıkları karşı tarafke ep biriludu. Eğer yaxşılık kalmayı kap kalsa, karşı tarafınki günahlarını elip manu geldiğini atıdı. Onun ahırısı şu. Devzaq taşlaydı o da müştaqdı. Demek bunundan endi bu hadisden g'ayvat qiluvchi o'zining qilayotgan ishining oqibatining nima ekanligini, nega elib bordiganligini o'ylayolmaganlikdan, oqibatini o'ylamaganlikdan shu g'ayvat qilishga bu oqibatni o'ylamaslik sababchi bo'ladi. Uchinchisi ondan tabiiy holda ahiretki bo'lgan imanning ajizligi. Yani ahiretki bo'lgan iman ajizlab ketgan vaqtda insonga nisbatan nurg'un cho'ng gunohlar kichik ko'rinib qoldigan. Shu Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bir hadisda müminni sifatlab mümin degan o'zining qilib qolgan gunohlarini xuddi bir
hangı tushib ketirgandek his qiladi. O'zi bir gunoh qilib qolsa, xatolik o'tkazib qolsa, hangı tushib ketayotgandek his qiladi. Munofiqchi desa, nurg'un gunohni qilib, buni bir chuv qo'nsa, munda qilib qo'lni silkib, chuvni uchirib etgandek, o'zining nurg'un qilgan gunohlarini his qilmaydi degan. Demak, oxiratga bo'lgan iymonning ojizligi, ondan bu gunohninki ne kadar zini, ig'irligini o'ylayolmaslik bu g'ayvatga bo'lgan sababning biri. Üçüncü muhim sebeplerinin biri chuqur takabburluq, yani insondagi takabbur degan illat bo'lsa, bu cho'ngchillik illati o'zining cho'ngligini isbotlash uchun nima namoyon bo'ladi desa, boshqalarni tushirish lozim. Boshqalarni ayiblash lozim. Boshqalarni sundirish lozim. Ajnaq qilgan vaqtda cho'ng bo'laydi. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushahda takabburlikni sifatlab el-kibru g'amtul haq va vahtiqarun nas deb sifatlagan. Kibr degan nima desa, haqni rad qilish, ikkinchi alomati boshqalarni ko'z qilmaslik. Boshqalarni ko'z qilmagandan keyin qanday qiladi desa, g'ayvatini qiladi. Bu o'sha hayotimizga amaliy hayot qarsak, boshqalarni ko'z qilmaydigan odamninki o tabiiy holda o'ltirib, masalan, men degan manda cho'ng odam demaydi o. Har qanday mutakabbir odam, men degan manda cho'ng odam, katta odam deb o'zini demaydi o. Lekin qarasa, hamma odamni tushirdi. Hamma odamning bir aybi bor. Shaxs olsun, tashkilot olsun, hamma odamning shu aybi bor. Hech qanday inson yaratmaydi. Hech qanday insonni yaratmaydi hamda. Ash insonni yaratmaganlikning o'zi nimaning dalili desa, bu qalbga yoshirilgan kibrning dalili bu. Başka bunun başka nurgun sebepleri var. Tamamlamam de yuqorida. Pek yaxshi tushundim bir bötle. Qur'oni Karimda yoki hadisda o'sha g'ayvat qilishni musulmonning go'shini yeyishga o'xshatgandek hamda. Başka bir nachar axloqlarni o'shanga o'xshatgan bir ya bormi? Hamda buni shunda o'xshatishidan bunun Müslümanlar qanday ibrat erish kerak hamda. Bunun bazı Şeyh Şa'raviy deymi rahimahullah mush oyatga bo'lgan tafsirda nima uchun buni mush g'ayvatni go'sh yeyishga o'xshatdi desa, insonlarning tabiatida, xususan sharqdagi insonlarning tabiatida ko'p qismi go'sh yeyishni yaxshi ko'rdi. Hamma odamdagidek kebobni yaxshi ko'rdi, masalan, go'shtni yaxshi ko'rdi. Mush go'sh yeyishga o'xshatganligi sizlar shu chaqda kim arablar, musulmonlar, hozirga qadar qarasak musulmonlar go'sh yeyishni yaxshi ko'rdi oyni. Arab bo'lsin, boshqa Pokistonlik bo'lsin, turklik bo'lsin, masalan, odatda alohida cho'ng bo'lib yeydigan tamoq nima desa, yemeklar go'sh. Bu yerda go'sh yeyishni shundoq yaxshi ko'radigan bir millat, bir xalqlar ishida bu ma shaklda Qur'oni Karimning buni o'ttirib qo'yishi, sizlar diqqat qilmasanglar, go'sh yeyishni shunda yaxshi ko'rsizlar, sizlar xuddi shuningdek g'ayvatni mucho aynda yaxshi ko'rsizlar. Ya'ni g'ayvat qilish go'sh qanday tatliq bo'lgan bo'lsa, sizlarga nisbatan ashunda tatliq tuyulib ketadi. Shunga sizlar ma'nodan hazar aylanglar. Bu hazar tatliqgan deb buningcha kirib ketmanglar deb bayon qilgan. Shuning uchun tabiiy holda mening hozir kallamga boshqa bir gunohni go'sh yeyishga o'xshatganlik bir nimasi hadisda nimada Qur'oni Karimda kelgan desa kelmagan deb o'ylayman. Boshqa bir yerda unda ma'noga o'xshagan bir sifat, boshqa har xil sifatlarlik, masalan, xoinlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi deglik, takabburlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. İnnalloha la yuhibbul mutakabbirin deb bor, la yuhibbul xoinin deb bor masalan. Mag'rurlanuvchilar, dunyo hayoti bilan aldanganlar deb har xil sifatlaydi. Lekin go'sh yeyishga o'xshatgan ma'nodan boshqa bir gunoh Qur'oni Karimda men bo'lib yo'q. Yana bir tarafdan qarg'a vaqtida hammamizga ham anglasaqlar aqlimiz qildigan narsa, ya'ni bir hech qanday bir inson qarindishining go'shini yemaydi hamda. Yemaydi albatta. Undan bu gunohning ne kadar ağırlığını
tushunuvag'ili bo'ladi deb qarasak. Endi damaldan bu shu yomon illatning kendi tarqalishining ko'rganimizda hozir shu bizdagi Uyg'ur jamiyatida xususan sosyal media degan ijtimoiy taratqularda har xil turlari bilan yamrab ketganligimda buni undan haliqi qutulish bek az. Masalan ikki odam o'tirib yoki 3-4 odam bayarda bir odam birinin g'aybatini qilsa ba'zi vaqtda qarindishim bu bizning qarindishimiz buning g'aybatini qilmang degili bo'ldi hamda. Ama sosyal medyalarga qarasa u yerda chiqib manimda qilsangiz deb degili bo'lmagan uni desa uningdan cho'roq yana bir o'ttirga xafalık chiqadi. Shuning bilan shunda bir qaynam ichida ketyapti hamda millat. Shu to'g'rida. Shu illatdan qanday qilganda shu illatning bu jamiyat va shaxslarga qanday ziyonlari bor? Masalan bu haqda qisqacha ma'lumot bersizlar. Tabiiy holda g'aybatninki jamiyatga bo'lgan eng birinchi yomon ziyni nima desa, insonlar ichida o'zaro ziddiyatga, parchalanishga, adovatga kelib bordi. Ailede olsun, cemiyette olsun, teşkilatta olsun. Ailede mi? Xotin çıkıp a'ning yaman gapini bijadi qilsa, yoki chiqib o'zining xotinning yaman gapini bijadi qilsa, chuqur bu yessa, nima bo'ldi desa, bilmish kelib chiqadi. Qalayim qanchliqlam kelib chiqadi. Buningdan boshqa eng yaman buning ziyni, eng cho'ng ziyni nima desa, jamiyatda insonlarning o'zaro birisi bilan yaxshi ko'rib, birisi-birisini tushunib, birisi bilan do'st bo'lib Üteşnin en yaman düşmeni nima desa, g'ayvatxo'rlik. İttifaqlikning düşmeni. İttifaqlikning, birlikning düşmeni. G'ayvatxo'rlik tabiiy holda birinchi bo'lib ashuna bo'lginchilikka, ziddiyatning ovishiga elib bordi. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qandaq bir odam g'ayvat qilishdan saqlanay desa, nima deb tasvirlagan desa, guman qilishdan saqlanishga tashabbus qilgan. Siz gumandan saqlaning. Gumandan saqlansangiz, undan keyin g'ayvat qilishdan saqlana olasiz. İyyakum mazzan. Fa inna zan akzabul hadis. Bu guman kendillam agar davomlasa nima kelib bordi? G'ayvat qilish qilib bordi. Bundan ikkinchi buning ziyni tabiiy holda birincisi birlikni buzish, ziddiyat urug'ini chechish jamiyatda o'zaro bo'lsa, ikkinchisi Alloh subhanahu va taolaning g'azabiga olib bordi. Alloh cheklagan ish bu. Alloh cheklagan ish bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolaning g'azabiga olib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima Abu Hurayra bayon qilgan bir hadisda innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan illa hawa fi jahannam. Biha fi nari jahannam. Yani bir banda yüz parvo qilmay bir gapni qiladi. Mush gapning sababidan bu banda shu dovzaxga tushadi degan. Bir rivoyatda 70 xarifan deb bor. Yani mush hadisniki. Demak bu munkar yomon so'z, g'aybat degan yomon so'z. Bu yomon so'zni inson ko'pincha holatda parvo qilmay deb soladi. Diqqat qilmay deb soladi. Buning unda oqibatining yomon natija keldiganligini o'ylamay deb soladi. Deb solgan bilan natijasi nima bo'ldi desa, Allohning g'azabiga uchrashqa, ondan dovzaxga kirishga sabab bo'ladi. Üçüncüsü qattiq azob bo'libmi qabrdamda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalar bilan qabristonlikning yonidan ketib o'tib, ikki odam haqida so'rgan edi. Voy menga kim qo'yaldi bugun desa, paloni qo'yaldi desa, innahum la yu'azzaban. Bu ishkaydan azoblanyapti hozir. Deb birsi bularning gunohi nima desa, birsi o'zininki kiyimini pak saqlashga ko'ngil bilmaydi. Ya'ni sudukdan paklamaydi.
Südükten paklamay namazını okuydu. İkincisi şu dese kişiler arasında suxanchilik qilib, uning gapini buning gapiga tushib, g'ayvat qilib şu hayatı muşuna ütdi. Muş ishki gunohning sababidan bular azoblanyapti deb mushnaq degan. Demak, üçüncüsü Allah subhanahu qattiq azobga duchor bo'lish, bo'libmi shu qabristonlikda. Ve bunundan başka yukarıda mı dep öttük? İyyâkum ve muhakkirâtiz zunub fe innehunne yectemi'na alel-raculi hatta yuhliknehu. Yani sıra küçük günah dep bununla tüven küzanlı ölen ya köz gelmay qarab qalmaqla. Küçük günah aldın saklanınla. Bu küçük günah dep sıra oylap bir pervalık ölen qarab qiliversanmi ahirisi bu juğunlupçu seni halak kılıdı o. Degan. Shuning uchun buningki jamiyatga musulmon bo'lgan zini nihoyatda yuqorimdi jiq. G'ayvatxo'r inson masalan yuqori degandek qiyomat azoblanish, undan keyin jamiyatga ziyon solishni boshqa uzguma, ya'ni og'ir ziyonlarni masalan bu dunyoda tabii. Masalan xorliq bu dünyada kişiler bilan chiqishib yaxshi o'tolmaslik, hatto oilasidagi turmushim yaxshi bo'lmasligi, qalbining qatib ketishi, bu gunoh qilavergandan qilib qatadi. Hadisdagi Alloh taolo g'ayvatxorni uyida o'ltirsa rasvo qiladi yoki boshqa qiladi degan bu hadisni qanday tushunamiz? Unda degani uyda o'ltasimi rasvo qiladi degani cho'qim eg'izdan chiqqan gap bijada qolmaydi. Bunu bilish lazım. Yani siz bir yerde qadam yo'q yoki beshikimiz g'o deb qirayotgan kişiden bağ deb mesela gapni qiygan bilan gapni qilib qo'yib uyga kirib o'ltirishi mumkin o inson. Lekin bu cho'qim pash bo'ladi. Chunki o odamninki yani bir chunki insonlarning asli anglagan odamning payg'ambarimiz ogohlantirgulik. Mesela hadisda nima deydi desa, kafa bil mar'i isman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Yani anlagan gapni hammani qilib yurishning o'zi bu yolg'onchilikda yetarlik degilik. G'ayvatni anglagan odam uni demaslik kerak. Lekin insonlarning beparvo bo'lib ketganligi, diqqat qilmaydigan bo'lib ketganligidan cho desa, bir odamning gapini qiysa, bu yerda ko'pincha o gap keyin tashqi chiqib qoladi. Dema bilan qo'shib bo'lgan gap. O bir muncha gap qo'shilib unga andin borgan gap. Allah razı olsun damırlam. Ahirden de Muşu illetin qanday qutulğulu buldu. Bu haqda qısqacha tavsiyelerle. Endi bunun en birincisi yani qutulishninki en birinci yol nima desa, bunun aqibatining ne kadar xatarli ekanligini o'ylash. Yani yuqoridagi sabablar haqida bir necha sabablar to'xtaldik. Muşning aksamdi. Yani bunun aqibatining ne kadar yaman ekanligini o'ylash, Allah'ın g'azabiga elib bordiganligini o'ylash, qiyomat kunda muflis, ziyon tortganlardan bulab qoldiganligini o'ylash, ondan jamiyatda bundaq odamninki odatda o'rnining bo'lmaydiganligini o'ylash, mush ziyonlarni o'ylashning o'zi, yani Allah'ın oldida hisob berishga o'zininki turishini o'ylash, hisob bergan vaqtda ey bandam deyse nima deb hisob berishini o'ylash, ondan jamiyatdagi bu g'ayvatning ziynining ne kadar yaman ekanligini o'ylash. Tabiiy holda hozir har qanday bir aqlliq inson o'ylasa, asli nurg'un insonlar orasidagi ziddiyatlar bir yoqqa kelib paranglashib o'ltasa, chayishib paranglashsa hal bo'ldi. Nurg'un xafalıqlar hal bo'ldi. Lekin bir yoqqa kelib o'ltaganning o'rniga ko'p odamlar qanday qildi desa, bisiningki keyindan gap qiladi. Ya'ni g'ayvatini qildi. Ikki qiz g'ayvatini qilgan bo'lsa, o ikkisiga az deganda 4-5 qo'shlab keldi. O'ttirda shunda to'shiydiganligi bor endi. Ya'ni samirtib to'shiydiganligi va samirtib to'shiydiganligi bo'lgandan keyin ondan bu valiqa bijaqiz gap unulab berib, texmo munosabatlar jiraqlab, adovatlar texmo chunqurlashib, do'stlik texmo yiraqlab, do'stlar o'zaro nurg'un ziyon bo'layotdi.
Nurgun meselesi çıraylık oltıraş bilen, çıraylık paranlışı bilen hal oludu. Nurgun hal olduğun mesele ajna bir jar oltamaslık. Andın oltıraş tusancı olgan näse nime o dese, aşında bizning keyinden kılıvatkan yaman gepler, gıybetler. Muşun oylasa bir insan, bununki üzügi bolgan ziynning ne kadar çoğ ekenligini oylasa, cemiyetki bolgan ziynning ne kadar çoğ bulavatkanligini oylasa, hemden muhimi kıyametki işengen bir mümin bulasıptı bilen, kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala'nın dergahida nimi dep cevap verişini oylasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şu şefaatinin mehrum kalışını oylasa, çünkü Peygamberimiz kıyamet günü bir kısım kişilerge minin ümmetim deydu diye vakitta malaikeler çoğu bula acayip eski adamlı bu. Sendinki manda eskişini kıygan adamlar dese Peygamberimiz suhkan dep nerdir onu benden dep yani Peygamberimiz bizar oldu bunda adamdı. Muşun oylasa şukum bu gaybetin çoğu bu adam kaçırdı bunu yarak durdu. Şunun için tabi halde bu hakta yazılgan kitaplığa bunu okuş lazım. Özününki ilmi seviyesini aşırış lazım bunun zihni hakkında. Meyli dini ehlilimle yazgan, meyli bugünkü zamandaki her xil sahadatda Müslüman emas yazgıçılarım bu hakta bunun ziyalları hakkında nurgun kitaplarını yazgan kitaplığa mesela bu şakta. Tabi halde Müslüman bulu süptü bilen Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerge karşı, hadislerge karşı bu hakta özüne malumatlık kılışı, bunun zihnini alaydı his kılışı, muşaktiki her xil leksiyalını tınışı, muşalarının hemmisi söylese bu insanı inşallah onu olan kuşap tabi halda dua kılışı, Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünün kalbini bunda gayve şikayet, bunda işlerden pak kılışını Allah'ın tilişi, muşalarının hemmisi bu illetin yirak buluşka elip vardı. Allah razı olsun. Başka yaptığımız programımızı şöyle arkadaşlarına. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon çıkındaşlar, bunun bilen bugünkü tüzülüşki tegişlik illetler namlı programımız ahırlaştı. İnşallah başka programlarda görüş ümidi bilen hem onların Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayırlı hoş aman bulunlar ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.